2026 yil 12 yanvar bemorimizda ikkilamchi mikrosefaliya bemorning onasi bizga savol bermoqchi. Savolingizni marhamat. Siz savol berdingiz 2022 год, 26 год, 12 января мама ребенка с вторичной микросефалией хочет задавать вопрос насчет торч-инфекции. Торч-инфeksiya to'g'risida savolingiz bor. Bering. Shu farzandim mikrosefaliya kasalligi bilan Qattiq gapiring. farzandim mikrosefaliya kasalligi bilan shu kelganmiz. Ya'ni Olovsizmi siz? Bo'lmasa qaramang. savolim shundan iboratki, mikrosefaliyada ya'ni bosh miya faoliyati uchun qanaqadir ta'sir qiladimi torch infeksiyalar? O'sishida ya'ni ta'siri bormi? Yana savolingiz bormi? Unda savolingizni davom ettirib qo'yaman. Demak, bu qiz ikkita savol bermoqchi, chunki nima deysiz, bunaqa savollarni oldin bizga berishgan va biz YouTube'da javob berganmiz. Birinchi savol. Demak, mikrosefaliya, ikkilamchi mikrosefaliyani kelib chiqishda torch infeksiyaning ta'siri bormi? Va ikkinchisi, davolanish mobaynida torch infeksiyaga ham qarshi davolanish muolajalarini olish kerakmi, yaxshi natija olish uchun yoki olish kerak emasmi degan savolni berishingiz kerak. To'g'rimi? Ikkita shu. Yana boshqa bormi? Xo'p. Eng birinchi savol. Agar bolani qonida va onasida birorta bir torch infeksiya aniqlangan bo'lsa va bu torch infeksiya albatta ikkilamchi mikrosefaliya chaqirishi mumkin. Qaysi torch infeksiya aniqlangan sizda? Analizlarimizda Analizlaringizni endi hozir ko'rsak vaqt ketib qoladi. Demak, SMV, sitalomegalovirus, keyin gerpes. Gerpes ham bormi? To'rtta turi. Unda demak yana taksoplazmoz, xlamida, ureplazma, mikoplazma qaysi birlari? aniq esimda yo'q. Esimda yo'q. Demak, hozir sanab o'tganlarimizdan demak krasnoqach. Xo'p. Nima? Hozir sanab o'tganlarimizdan ikkitasini sitalomegalovirus bilan sen ochib ko'ring. Sitalomegalovirus bilan gerpesni demak mavjudligidan demak shikoyat qildi. Demak shu ikkala virusni o'zi ham ikkilamchi demak mikrosefaliya chaqirishi mumkin. Xo'p, endi savol aytyapti. Hozir uchinchi savol ham bor. Aytgan yo'q edi, hozir men aytib beryapman. Bu bolamni davolatgandan keyin yana bola tug'sam shunaqa bo'ladimi deb ham savol beryapti. Ha, bunaqa savol ko'p berishadi. Hammasi YouTube'ga javob berganman. Demak, uchinchisidan boshlaymiz. Hozir mana ko'rib beraylik nimalari bor ekan. Demak, taksoplazmoz положительный chiqibdi. Xo'p, keyin mikoplazma положительный chiqibdi. Xlamida положительный chiqibdi, ya'ni va ureplazma положительный chiqibdi va yana gerpes ham положительный chiqibdi. Tushundinglar? Mana shular hammasi sizda demak infeksiyalar sizda demak qachon tushgan buni? Demak, necha oyligida bu? 2 oyligida. 2 oyligida. 2 oyligida demak nima chiqqan. Endi bu yerda markerlari bo'ladi G va M. Bu to'g'risida ham alohida tushuncha beraman. Xo'p, endi savolga javob bersak, shu demak viruslar mavjudligida bemor mikrosefaliya bilan tug'ilishi mumkin. Albatta, homila mikrosefaliya bilan tug'ilishi mumkin. Tug'ilmasligi uchun nima qilish kerak? Tug'ilmasligi uchun homiladorlik davrida demak har bir shu infeksiyaga qarshi demak immunoglobulin olish kerak. Har biri uchun spetsifik turidan. Ya'ni umumiy me'yoriy nima emas, spetsifik turidan olish kerak. Endi o'rischa gapirib beraman. Начнем таксоплазмоз, ситомегalovirus, герпес, микоплазма, уреплазма и таксоплазмоз вышла положительной. И спрашивает она, это может быть причиной микросефалии, да, это может быть причиной микросефалии. Что нужно сделать, если она заново будет беременной, будет рожать здорового ребенка? Да, возможность есть. Для этого перед родом, когда остается 3 месяца до рождения, или как предварительно, когда будет планировать беременность, нужно вакцинироваться с пассивной вакцинацией, то есть специальными, значит, иммуноглобулинами
danliq virusli infeksiya. Demak, imkoniyati bo'lsa endi ochig'ini aytish kerak, ko'p bemorlarimiz imkoniyati yo'q bo'lib qoladi. 2 martadan, ya'ni homilani rejalashtirishdan oldin va homilani tug'ishdan kamida 2 oy qolganda, demak, shu viruslarga qarshi immunoglobulindan olish kerak. Protivirusli preparatlarchi, protivirusli preparatlar har doim ham yaxshi natija bermaydi. Endi demak, davolanishdachi, davolanishda nima qilamiz? Что будем во время лечения нужно и лечиться против той же инфекции или не обязательно? Первые месяцы нужно. Tuqqaningizdan keyin birinchi oyda davolansangiz bo'ladi. Chunki asoratlar va zararlanish darajasi yuqori bo'lmasligi uchun. Lekin birinchi oydan keyin sizda shu viruslarga qarshi tanachalar ishlab chiqariladi bolachani qonida. Uning uchun bu samarasiz hisoblanadi va bolani ortiqcha nima qilish hisoblanadi. Nima deydi? Zaharlash hisoblanadi. Значит, до первые месяцы после рождения нужно получать противовирусное лечение, но после того, как прошел больше месяца, нужно останавливать противовирусное лечение, потому что для каждой вирусной инфекции в данное время у ребенка появится возможные антитела. Это очень хорошо, значит, выявляется через, значит, ПЦР и ИФА обследование. Так, теперь yana qanaqa savolingiz bor? Demak, 1 oydan keyin nima 4 infeksiyaga qarshi davolanish samarasiz bo'lib, bolani faqat zaharlab beradi. После 1 месяца получить противовирусное лечение является токсичным для ребенка и не имеет никакого клинического обоснования и не имеет никакой клинический результат. Klinik jihatdan hech qanaqa natijalarga olib kelmaydi. Yana savolingiz? Bo'ldi. Endi o'chirib